Opa, men podarkani olmasligingiz uchun mana ushlab ko'ring. 200 so'm beraman. Podarkani to'laysizmi, puldimi? Podarkangiz olaveraylik-chi, tavakkal. Podarkani olarasiz, ha? Assalomu alaykum aka radnoylar. Bugun Tilla bozorga keldik. Feruza opa Sharipovani oldiga keldik. Iminda opa opam kutib turibmiz. Opam biz sizlarga atalgan podarkasi bor ekan. Assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Ovora bo'lib hayitga meni podpischilaringga podarka beryapsiz ekanda opa. Feruza opa Sharipovani nomidan xudo xolasa sizlarga syurprizli podarka bor. Keyingi o'yinimizda sizlar bo'lishlari mumkin. Kutib qolinglar, xudo xolasa mashhur. Shoh ukamni podpischiklariga hayitga Tilla uzi o'ynatishini so'randim. Ukamni podpischiklari uchun hayitga sovg'a, mendan sovg'a. Feruza Sharipova opamizning nomidan xudo xolasa qanaqa o'zligini aytmayman. Xudo xolasa o'yinda ko'rib borasizlar. Ha? Kutib qolinglar. 400 so'm beraman. Podarkani olasizmi? Podarkangiz olaveraylik-chi. Bunda oldingi sonimizni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ko'rdim, qaysini emas, hammasini ko'raman lekin. Bundan oldingi sonimizda buning ichida har narsa bo'lishi mumkin, opa. Bundan oldingi sonimizda 10 so'm bo'lgan edi. 10 so'm sotib qo'ygan edik. Qizimiz 2000 so'mni to'lagan edi. Shuning uchun o'ylanib mana qila olasiz. Har narsa bo'lishi mumkin. Buning ichida senli narsa ham bo'lishi mumkin, oddiy narsa ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'p maydalashmayman, 1000 so'm beraman. Tamam, 1000 so'm beraylik. Tavakkal. 1000 so'mdan olasizmi? Olamiz. Siz o'zingiz xohishingiz bilan tanlayapsiz. Podarkani отказ qilyapsiz. Yaxshi o'ylanib ko'ring. Gartilla bo'ldi. Xudo biladi endi. Peshana mayli. 1000 so'm tanladingiz. Opamiz mana biz o'yinimizda 1000 so'mni tanlagani uchun mana 1000 so'm halol. Opa, Rahmat. rozi bo'lasiz. Bu ichini ochaymi, ochmaymi? Ochib ko'ravering-chi. Nima deb o'ylaysiz? Nima bor deb o'ylaysiz? Men bilmadim endi. Aka aka nima bor deb o'yladingiz? Ha? Siz primerna. Yaxshi umrga bilet bo'lishi kerak. Yaxshi, lekin unaqa darajaga chiqmadik hali. Xudo xolasa chiqamiz inshaalloh. Ha, unaqa nimaga chiqmadik. Opa, buni ichimizda mana ko'ryapsiz. Nima bor ekan? Ochib ko'ring-chi. Ochib ko'ring-chi. Ochib ko'ring-chi. Televiziy bor edi. Va akam kecha ko'ngli sezdi. Yashingni tanlaganingizda televizorni olardingiz, opa. Endi bu yoq olmadi, rahmat. Opa, o'yin uchun rahmat. Videomiz yoqqanmisa nima qilish kerak, opa? Like bosish kerak, rahmat. O'z fikrlaringizni kommentariyaga qoldirib qo'yasizlar. Opamizga mana halol bo'ldi, opa.